Qiyomat kunida jahannamning ustiga siroat ko'prigi quriladi. Amallari yaxshi bo'lganlar u yo'ldan oson o'tadilar. Yomon bo'lganlar uchun u yo'l bir qil kabi ingichka bo'ladi. Xo'p, siroat ko'prigidan o'tayotganda sizdan so'raladigan savollarni bilarmidingiz? Keling, hammamiz birgalikda bu 7 shartlarni ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashimizdan avval like bosib bizni qo'llashingiz mumkin. Janobi payg'ambar sollallohu alayhi va sallam siroat ko'prigida har bir musulmonga iymondan, namozdan, ro'zadan, hajdan va zakotdan savol beriladi dedilar. Jamiki qul haqqi bo'lgan narsalardan payg'ambarlar ham qo'rqadi deya boshlamoqdalar. Birinchi, iymon. Sirot ko'prigi ustida avvaliga iymondan so'raladi. Iymoni bo'lmaganlar jahannamga kirib, u yerda abadiy qoladilar. Buning uchun iymonni yo'qotmaslikni o'rganish kerak. Masalan, islomiyatni hukmini mensimagan yoki bu zamonlarda bunday bo'lishi mumkin emas deyish ham iymonni susaytiradi. Ummati Muhammaddan bo'lib e'tiqodi buzuq bo'lganlar jahannamga kirsa ham iymonlari borligi sabab u yerda abadiy qolmaydilar. 4 ta mazhabdan biriga e'tiqod qilib, sunnat yo'lida yurganlar esa jahannamga kirmaydilar. Ikkinchi, namoz. Ikkinchi savolda esa namozdan so'ralamiz. Ibodat shartlariga mos ravishda bajarilishi kerak bo'lgan namoz din demakdir. Namozsiz din bo'lmaydi. Namoz bilan aloqador savollar javobsiz qolmasligi kerak. Uchinchi, ro'za. Bu bir yilda bir oyga farz bo'lgan amalni chin qalbdan bajarish kerak. Alloh subhanahu va taolo har bir tutilgan ro'zaga 700 tadan 10 mingtagacha ajr savob beradi. Alloh subhanahu va taolo ro'zani faqat o'zlari uchun emas, men uchun tutadilar. Buning mukofotini esa men beraman deydi. Ro'za tutishda esa to'g'ri taqvimlarga asoslanib amal qilinishi kerak. 4-chi, haj. Moddiy holati yaxshi bo'lganlar haj amallarini to'liq bajarishlari shart. Masalan, Arafa kuni Arafat tog'ida turish, 10-oy, ya'ni Zulhijja oyida hilolni to'g'ri shaklda aniqlash kerak. 5-chi, zakot. Zakoti berilmagan mol dunyo egasiga jahannamda qizdirilib, egasiga muhr sifatida beriladi. Zakot shartlarini me'yoriga keltirib bajarilishi shart. 6-chi, g'usl. G'uslning shartlarini bajarish kerak. Qilgan g'uslingiz fiqh kitoblariga ko'ra amalga oshirilishi kerak. 7-chi, qul haqqi. Yelkasida qarzi bor insonning qarzining hisobiga savoblari olinib, haqdor insonga beriladi. Agar savobi yo'q bo'lsa, haqdorning gunohi unga beriladi. Nafaqat moddiy jihatdan, balki qalbni sindirish yoki aldash ham qulning haqqidir. Jannatga kirishni